ozayotgan vaqti eng ko'p uchraydigan xatoliklar. Birinchi navbatda ko'p e'tiborni trenirovkaga, yugurishga, sportga qaratib, dietaga, kaloriyaga, ovqat me'yoriga e'tiborni kam qaratish. Bu nimaga olib keladi? Trenirovka vaqti, yugurgan vaqtingiz sizda ishtaha ochiladi, energiya ko'tariladi va tabiiyki siz ovqatni yanada ko'proq iste'mol qilasiz. Bunda siz ozmaysiz. Asosiy maqsad bu kaloriya defitsiti. Ya'ni siz qabul qilayotgan kaloriya ovqatni me'yori sizdan o'sha harakat vaqti chiqayotgan energiyadan kam bo'lishi kerak. Tushuntira oldimmi? Uni hisoblab o'tirishda kerak yo'q. Qabul qilayotgan ovqatingizni hajmi kam bo'lishi kerak. Masalan, og'ir ovqatlarda, yog'li ovqatlarda, xamirli ovqatlarda albatta bu kaloriya ko'p bo'ladi. Shirinliklarda, gazirovkalarda. Qachonki kaloriyani kamaytirib, bu yerda harakatni ko'paytirsangiz, shunda siz ozasiz. Ikkinchisi, ko'p e'tibor berishmaydi. Uyqu normasi rejimi buzilishi. Organizm tiklanishi kerak, восстановление bo'lishi kerak. Siz agar to'liq uyquga to'ymasangiz, xohlaysizmi yo'qmi, siz asablaringiz juda ham tarang bo'ladi, charchagan bo'lasiz. Va shirinliklarni, zararli ovqatlarni, fast foodlarni, gazirovkalarni iste'mol qilasiz. Va tabiiyki ozmaysiz. Va yana bir uchinchi sabablardan biri xatoliklarni tez-tez tarozida o'lchamiz. O'rtoqlar, organizm shunaqa tuzilgan, har kuni qanchadir gram ko'payadi, qanchadir gram kamayadi. Buni sababi ko'p. Gormonal o'zgarishlar, suv, tuz, elektrolitlar o'zgarishlari. Bu sizni psixikangizga, asabingizga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Tinmasdan qarasangiz. Maslahatim, ko'p e'tibor bermang taroziga. Oyiga bir marta o'lchasangiz yetadi. Sizga omad tilayman.